Alhamdulillah. Allohning izni bilan Qashqadaryo viloyati Shahrisabzga yetib oldik. Ko'rib turganingiz o'ng tomonimizda Havana restorani, chap tomonimizda esa Bellur to'yxona, Alkaning grup mebellar uyi bor ekan bu yerda. Assalomu alaykum qadrli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Inshaalloh qisqacha video obzor qilishga qaror qildik. Navbatdagi obyektimizni inshaalloh qo'ldan kelgancha syomka qilib sizlarga ko'rsatib tushuntirishga harakat qilamiz. Qani ketdik inshaalloh. Bu yerda qiladigan ishlarimizni birma-bir tushuntirib borishga harakat qilamiz. Bismillah. Assalomu alaykum. Yana bir bor inshaalloh qiladigan ishlarimizni tushuntirishga harakat qilamiz. Bu yerda bu obyektimizda biz zinapoyasini qilamiz. Beton zinapoyasini katta brozorga olamiz. Ko'rib turganingiz zinapoyasi. Bu yerda osma zinapoya bo'ladi. Darvozaxonamizdan kiraverishda yana 1.30 sm osma zinapoya zerkalniy ko'rinishda. Zinapoyamiz bestoga polni avalniy bo'ladi. Zinapoyamizning yon tomondan ko'rinishi. Zinapoyamizning esa tepa tomondan ko'rinishi. Zinapoyamizning balandligi 14 cm dan tushgan, obshi 27 ta stupenka bor bu yerda. Zinapoyamiz ko'rib turganingizdek mana bu uyga kelgunchalik buziladi hammasi. Bo'lib buzilib, darvozaxonadan kiraverish tekis bo'ladi. Bu yoqda zasipka bo'lib, podval bo'lib ketar ekan. Zinapoyamizni ko'rib turibsizlar. Shu yerdan chiqib keladida, aylana bo'lib yerga chizib qo'yganmiz. Shu aylana bo'lib mana bu yerga chiqib keladi. Ko'rib turgan joy tinigan, shu balkonga chiqib keladi. Bu yer esa padushkamiz, zinapoyani padushkasi asnovdan ko'tarib turadigan joy shu yer bo'ladi. Hozir tushuntirib o'tganimdek, zinapoyamizning har bittasini balandligi 14,5 cm bo'lgan, 14,4. Eniga esa 1.30 bo'lgan. Oyoq qo'ygan sentri esa ko'rishingiz mumkin. Shu sentrdan ham даже bu yoqda turibdi. Oyog'im shu 29. Shundan bu yoqda 2 sm oshiqroq 3 sm yaqin joy qolyapti. Bu degani 32. Ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda esa o'zi aylanish boshlandi. Bu yerda esa polni shundoq aylana bo'ladi. Zinapoyamizda bezustoyka, ustamiz Qobiljon. Qilib ishlarimiz sizlarga manzur bo'lsa, albatta kanalimizni qo'llab-quvvatlab, obuna bo'lib, like bosib qo'yishingizni so'rab qolamiz. Sizlarni qanaqadir qiziqtirgan savol yoki shunga o'xshash beton zina xizmat zakazlaringiz bo'lsa, abisana telefon nomerimiz bo'ladi. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Inshaalloh qo'ldan kelgancha harakat qilamiz, chiroyli qilib berishga, savollaringizga esa qo'ldan kelgancha harakat qilamiz javob berishga. Hop. Ozgina girib bo'lib qolganmiz, ustamiz ham, men o'zim ham ozgina e'tibor bermaysizlar bunga degan umiddamiz albatta. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, inshaalloh yaxshilikda ko'rishaylik.